Yo bolla barchaga salom sizlar bilan men har doim samuray bolla. Bugungi videomizda biz Amirchi bilan birgalikda ko'rayotganda qanaqadir obunachilar ko'ryapti-ku bolla. Короче, bugungi o'yinimizda biz o'zlarimizga yangi stadion quramiz bolla. Stadion ko'rayotgan bo'lsangiz orqamda qanaqadir stadionlar bor bolla. Bu yerda bu hammasi boshqa bolalarning stadionlari. Men hozir o'zimga shaxsiy stadion qurmoqchiman. Men orqamga tirmashib oldimmi? Obunachilar qotdi bu. Короче, men bolla birinchi bo'lib stadion qurishdan boshlayman bolla. Men katta stadion ochib turib, unga men futbolchilarni o'ynatib qo'yaman va bolla men juda ham ko'p odamlarga chipta sotib turib, boyib ketishim kerak bo'ladi. Короче, men bolla $1 aytdi. Men qancha pulim bor? $44 atigi pulim bor. $1 esa men uni ochaman bolla. Demak, buni ochadigan bo'lsak bolla, bizda kirgan odamlarga chipta sotadigan bizda narsa ochiladi bu yerda. Kirish joyi bu yerda polностью hammaga chipta qanaqadir narsalar, mahsulotlar, masalan, Real bilan Barselona, Real Barselonani qanaqadir suvenirlar sotiladi va mana bu yerda bankomat ham bor ekan. Bu bankomatda menga sotuvdan har bitta sotuvdan pul keladi. Demak, men do'stim $500 pulim bor. Bola bizda bilan Amirchik ham o'ynayapti. Amirchikda qancha pul bor? 337 ta stadionga. Yo'q. Mana yerda yangi ko'cha quramiz. Ko'cha, katta ko'cha o'zi sotib oldim men. Endi mana bu yerda birinchi qiladigan narsam $2 ga parkovka bo'ldi. Mashina parkovkasi uchun $2 ga narsa sotib oldimmi? Oy, bitta hamma kelgan stadionga kelganda parkovka qilib mashinasini qo'yishi mumkin va mashinasini qo'ygan uchun esa bolalar bitta menga pul to'laydi. Mana semizni qaranglar. Короче, bolalar stadion vanna qo'yadman, katta jahon chempionat stadionini qurdim bolalar. Yo-mayo, boshlanish juda ham zo'r. Qani $15 ga biz kirishni tuzar ekanmiz. Kirishni tuzatdik, $18 ga devorlarini, $20 ga tomini va ata squad bolalar. Qanaqadir pak osti bo'ladi, futbolchilarning paklari bo'ladi. Jahon chempionati. Qani kim keladi bizga stadionga? Alcides Giga. Kim bu? Mayo, what the fuck bo'ldi? Kim bu? Mana shu futbolchi kelar ekan bizga, da hujumda bo'ynar ekan, da biz yana juda ham ko'p pak bor. Qani ochamiz hammasini. Endi kim keladi? Neymar, Ronaldo, Messilardan. Oy, bu kimmi? Anthony LeBron deganmi? Qani mana yerda ko'raychi, bu yerda Letafuente. Yaxshi. 2 milliard? Mikel Merino, what the fuck bola? Ispaniyada zo'r futbolchilar. Schottelberg, taniydiganlar bormi? Germaniyada o'ynaydi bola. Endi mana yerda kim? Francisco Conceição bola, portugaliyalik. Davay. Yana kim? John Mensah, buni tanimayman lekin. Davay, короче, bola biz hamma futbolchilarni o'zlarimiz sostavga birlashtirib chiqamiz va bola sostavimiz уже tayyor. 47x bizga ko'proq pul. Yo-mayo, bu yerda nimalar bor? Bizga qanaqadir narsalar beryapti. $100,000 teginga berdi. Yo, buncha zo'r. Qani o'tiradigan joylarni quramiz bolalar. Da kirish joyini polisi taxladik. Endi mana tamomcha qanaqadir yana narsa qo'yamiz. Bu yerda chiptalar sotar ekan bolalar. Bu yerda chipta sotar ekan. Yana squatimiz polisi to'g'rilandi. Mana ochish kerak. Kompyuterlarni ham polisga ochib oldik. Yerda yana bankomat ocha. Oy, bankomatimiz pul ishlayapti bizani. Har bitta chiptaga pul beryapti. $1 million pulim bor o'sha. Yo-mayo. Senda 10 million? 10 milliard puling bormi o'sha? Yaxshi. Polnisda bankomatlarda pul yig'ilyapti, buni qaranglar. Yo-mayo. Demak, mana $4,000 ga internet kirish to'g'riladyapti. $13,000 ga betdi, $1,500 ga betdi. Oy, mana qaranglar. Hamma joyni quruqlab qo'ydim. Begonalar kira olmaydi, chipta sota olmasdan oldi, kira olmaydi hech kim. Bizga yana tekinga bir nimalarni berdi. Gruppaga qo'shilsam bilar ekan, yo'q, men gruppaga qanday qo'shilaman hozir? Biz pak ochamiz, bola pak. Qani pakimizda bizga nima ochar ekan? Rainbow pak bor ekan bizda. Rainbow pak ochamiz. Andres Iniesta, yo-mayo, Iniesta bola legenda tushdi-ku bizga. Davay, o'zi ham Rainbow kartasi. Qani yana bizga nima ochadi? Khalid Ismail tushdi bizga. David Guzman bola, davay bizga mashhur futbolchilardan bersa bola ko'proq pul berardi bizga. James Rodriguez. Nima kartasi Musur James Rodriguezda. Vincent Kidela. Yana bitta kimlar bor? Oy, event boshlandi. Qanaqadir event boshlandi. Davay, Walter Brom bola bizga normalniroq tushmayapti. Demak, biz nima qilamiz? Squatimizga poyinimiz eng zo'rlarini taqab qo'yamiz. 76x ga ko'paydi bizani. Mana bankomatlardan pullarni oladigan bo'lsak, yo-mayo. Qancha pulim bor mani? What the fuck? Boshim tiqilib qoldi. Yo-mayo. Oy, menga 2x laqlarni berdi. 3 trillion. Men bankomatim 500 million ishlab tashlabdi. Yorug' rejim karpej chiqib tashlabdi. Qani oyat ochilgan narsalar bor yana. Daraxtdan ochamiz va dekoratsiyada bo'ladi, polностью bezdiladigan faqat.
u dekoratsiya qilinadi. Demak, 100 ming dollarga bu yerda chiroq yoqsak bo'lar ekan. Chiroqlarni o'rnatib qo'yamiz. Hamma pulimizni yig'ib olib, bu yerda bo'pti, Zaynob, 402 ming, 201 ming odam ko'rgan unga. Men stadionimda nechta odam bor? Stadionimga hali 3 mingta. Stadionimga 3 mingta odam kiribdi, bolalar. Malades, zo'rsan sen. Men 1,5 milliard pulim bor. Hozir men stadionimni cho'tki qilib qurib olsam, bolalar, yoraveraman, 3 milliard pulim yig'ib oladi. Demak, men oshityapti. Shopda tekinga bir nima deb, men gruppaga qanday qo'shilaman, qo'shila olmayman. Pullarni o'zi avtomatik yig'ib turadigan narsa yo'qmi, bolalar? Pullarni o'zi avtomatik yig'ib turadigan Silver Celebration yo'q bu emas. Qani chiqarib yubordi? Kapqa. Davay. Afta ko'llik cash bor ekan, bola 110 Robux ekan lekin. Yo. 2x speed bor ekan. Yo, biza Robuxlarni bunga sarflab o'tirmaymiz. Короче, bizga nima kerak? Biza doy, mayta polni kuchaytirib chiqaylik. Mana shunaqa bizani chipta sotadigan zonamiz kuchaytirishimiz kerak, chunki bizga ko'proq chiptalar kerak. Demak, 22 milliard pul yig'ilibdi menga. Yo, ko'rdilar. 1 milliardga trofey. Bu bitta jahon chempionati kuboklari turar ekan, bolalar. Men Chempionlar Ligasi, menga jahon chempionati. Bizga nechta odam kirdi demak, bizga 25 mingta odam kelibdi men stadionimga. Yaxshi, ancha kuchayyapmiz. Hozir Amerikadan o'tib ketaman, bolalar. 3 milliard kerak ekan bunga. Yo'q, 110 milliard puling bormi? Yo'q, hozir. Menga hali endi 50 mingta odam kirdi. Sanakiga vobshe har bitta chiptam 200 dollardan ekan meni. 1 trillion bo'ladi. Tepada yana oy stadionni polnisti qurmoqman bola. 74 mingta odam kelgan, 116 mingta. Oy, menga bankomatdan pul olishim kerak. 39 milliard pulim bor. Mana 13 milliard kelib. Bola, bu 81 mingta odam kirdi men stadionimga. Let's go. Pullar yig'ib bankomatdan tezroq. Yaxshi, 100 milliard pulim bor. 400 mingta odam kirdi menikiga. Hozir Amerikadan o'tib ketaman, bolalar. 1 million odam kirdi pashti. What the fuck? Pashti 1 million odam. Davay. Qancha pulim? 300 milliard. 20 milliard tenge bu. Yo. Men tushib ketdim basga. 500 mingta odam kiryapti stadionimga meni. 164 milliardga ochaman desam, yetmas ekan pulim. Menga 400 ming bo'lib qoldi. Kechqurun bo'ldi. Kunduzi bo'ldi-da, kechqurun aniq qiladi bular. Demak, endi mana yerda kuchaytirgan narsamiz juda ham ko'p. 500 milliardga mana yerda qilmada kuchaytirishimiz kerak ekan. Pullarni bankomatdan yig'ib olamiz hozir. Pul olay, Zaynob, pul olay. Ana 500 milliardga kuchaytiramiz. Oy, 300 milliard. 208 milliard to'ladi. Yo, men bilmadim. Vaqt ko'p beryapti, bilmadim. Rainbow Pack'da menga 32 ta berdi. Davay, chutki futbolchilar tushib bersin. Ibrohim. Bunaqa Mustafa futbolchi emas menga, zo'rroq tushsin, davay. Laursen kimmi bolalar? Rainbow Pack'da shunaqa musullar tushsa-ku, vobshe. 600 milliard kelgan. Oy, 91 ta karta, 91 lik karta tushdi. Bunisi boshqa gap. Pullarni yig'amiz. Rainbow Pack'ni ochib ketaveramiz. Qani yana qanaqa? Bialowski bolalar. Yo, musullar shot bizga zo'r karta. Ronaldo, Messi yo'qmi? 75 talik karta tushyapti. Zo'roq karta tushsa bizga juda ham ko'p pul beradi-da bolalar. Mana 700 ming dollar, 700 milliardga buni ochamiz. Endi yerda pullarni yig'ib turib, yana bu yerdan ochib qo'yishimiz kerak. 600 milliardga. Mana yerda normalniy futbolchi tushmayapti-da, bori. Ko'rinmaydi qilib qo'ysa ularmikin buni? Da, mana yerda tepadan ko'rinib turar ekan, kichkina bo'lib, qaranglar. O'shani qilib qo'yamiz biz. Bizga короче komandamizga kiramiz, eng zo'rlarni belgilab qo'yamiz, zo'r. Endi bizga 80x qilib pulni berar ekan. Hammasi ochaversa bo'lar ekan, 9 Robuxga. Hammasi bitta ochaveramiz. Let's go. Oy, nima bo'lib ketdi? Buni qaranglar. Ayyo. 85 bo'ldi. 85x qilib berar ekan pulni. Mana 5 ta dark 1 trillion pul berdi menga. What the fuck? Mana. Nima qolmam yetdi? Event boshlandi, event. Men deyman. Yo'q, ko'rasizlar. 3 trillion pulimiz bor. Kechqurun bo'ldi. Mana yerda bizga pak berdi, qaranglar. Dark pak? Remo musurmi? Nimagadir? Короче, aniq qilamiz bo'lar. Az bir ochib o'tirmaymiz. Let's go. Pullarni yig'ib stadionni pulni tushirib tashladik. Sanat nima bo'ldi, ey? Amirchi ikkalamizga bir qili. Yo'q. Men qancha pulim bor? 2,5 trillion. Da. Ko'proq odam kiradi-da stadionga. Mana bankomatlar qo'yib tashladim. Oy, 19 ta Robuxga bolalar. 158 trillion olsa bo'lar ekan. Olmayman, yo'q. O'zimiz haqqoniy o'ynaymiz bo'ldi. 700 milliard pul kerak menga hozir. 700 milliard.
Tezroq bolalar investitsiya kerak. Bizning stadionimizga investitsiya qilinglar. Milliarderlarni chaqiringlar. 2 million odam kirgan. Har bittasi $400 chiqdilar. Lekin bolalar juda ham kam pul ishlayapti. Bizning stadionimiz juda qimmatlashib ketdi. Voy, futbol o'ynayapti bolalar. Yaxshi, 1 trillion pulimiz bor. Bizga 1.8 trillion kerak. Yaxshi, restoran qurdim men. Restoran. 2.1 trillionga restoran ishlasam bo'ladi. Bizga вообще ko'p pul kerak, qarach hozir. Вообще ko'p pul. 1.5 trillion pulim bor. Hozir men restoranni cho'tki qilib ko'chiradigan bo'lsam, bo'la. Mana pastda restoranni hozir restorandan ham pul keladi menga. Paklarni ochsak-chi bo'la, paklarni. Bizga 8 ta Rainbow Park bor ekan, Rainbow Parkni ochib ko'ramiz. Dark Park, ayta Dark Park bor, bo'la, o'shani ochib ko'rak. Dark Park. Sen nima tushar ekan? Bizga normalniy futbolchi zo'r bo'lardi lekin. O'shanda X'imiz ko'payib, bizga juda ham ko'p pul berardi. Menda ham usullar chiqyapti. 75, 70lik kartalar bolalar bu bunchami sir. Rainbow Parkni ochib o'tirmaymiz. Qani eng zo'rlarni belgilab qo'yamiz. Qarang, 85x haligacha. Mana kim? Yo'q, buni qaranglar. Qo'q bitdi kim ekan debman. Mana ochdi, restoran corner. O, burchakda ochdik. O, monitor 2x cash, pulimizni 2x ko'paytirib berar ekan. Yaxshi. Yangi biznesimiz tayyor bo'ldi. 2.2 trillion pul kerak bizga. Zo'r. Mana 2.2 trillionga bittadan ochamiz. Monitor hammasi ishlayapti. Endi bitta ham normal pul beryapti endi. Qani bittaga ishlayotgan bo'lsa, bizga mana buni ochishimiz kerak. 4.7 trillion. U ham pulimizni ko'paytirib berar ekan. 4.7 trillion kerak bizga, 4.7 trillion. Restoran, baryer, mana bu narsalari 3-4 ta narsani 4 trillionga ochdim men, 4 trillionga. Man keldim bo'la samuray buni qaranglar. Samuray kelyapti. Demak, pullar yig'ikda. Bizga qancha kerak shunda? 4 trillionmi? Necha? 4.7 trillion. Bor-ku 4.7 trillion. Pul yetmas ekan, ey. Vay, shunga ham pul yetmaydi. Bo'ldi, oldi, endi yetadi aniq. Bitta ochamiz, bitta chartpir dekoratsiya. Endi bitta ham ochamiz. Bitga polностью narsalar keladi va pulimizni ko'paytirib beradi. Ertalab bo'ldi. Nima? Axir men zo'r kuchayyapman ukam. Pulim ko'p mana shu. Restoranda bir nimasi, restoranda 2-3 trillionga mana dekoratsiyasi. Mani pulim ko'p zato ukam, mani pulim ko'p. Paklarimiz yig'ilib qo'ygan. Bo'ldi, paklarni hozir ochmaymiz hali, hozir ochmaymiz. Keyinchalik ochamiz. Hammasini ko'paytirib yig'olib bitta 9 ochib beraman. Demak, bizga 4 trillionga bitta sayn ochib qo'ysa bo'lar ekan. Robuxing bormi seni ham? Bizga 9 trillion kerak. Yo'q, 9 trillion olsak, aytishsa bo'ladi. Nima? Xudo kelardi mana shu. Qayerdan? Mavitdan bergandir. Shunda bergan. Mana 15 ta random open all. Oy, nima tushdi menga? Musurlar 88lik varan tushdi menga. Eng zo'rlarni belgilab qo'ychi 86x bo'ldi. Zo'rg'a, yo, buncha kam. 12 trillion pulimiz bor, yaxshi. 9 trillion aytib ochib qo'yamiz. Let's go, bo'ldi. Bu ham bizdan pulimizni ko'paytirib beradi mana. 2 million odam kelyapti endi menga. Yo, bunisi boshqa gap. 17 trillion kerak endi bizga. 17 trillion. Golden Park. Nima? Sen endi ochibsan-ku restoranni? Restoran bu. Ha, mana restoranda yurman qo'yman, qara. 10 trillion pul bo'lma. Men restoranda pulni ochib bo'lishga ozgincha qoldi. Mana restoran pulni ochib bo'ldim men pashti. Mana ochsam bo'ldi. Menga 16 trillion, onun ichida trillion pul kerak menga. Son 9 yozdim bular. Men вообще kuchayib ketdim. Mana bitta chiroqlarni qo'yib tashladim mana koridorga. Вообще 10 trillion pulim bo'lsa yana kuchayib tashlayveraman. 3.5 trillionga endi narsa qo'shib bo'lar ekan. Chiroq ham yoqib qo'yakda. Kechqurun kelganda yiqilib tushmasin yana. Men kelolmadim, samuraylar yugurib yuribdi. Korotga mutlar. Qani nima aytdi yana? Uy, keldi event, bolalar, event boshlandi. O'z dahshat pul beradi bizga. Bizga juda ham ko'p vizitorlar keladi. Avtokallik pullar avtomas yig'ib qo'yishim kerak deb ekan. Da ketdi tepaga 15 trillion pulim bor bolalar. Dahshat pul beryapti lekin borka event boshlanganiga. Davay bizga pak beryapti yana. 20 ta pakim bor. Maytda 4 minutdan keyin 21 trillion pul tekinga berar ekan. Yaxshi. Dekoratsiyani ochib qo'ydik 10 trillionga. Bitta ham koridorni ham o'zi tozalab bo'ldik. 21 trillion pulim bor. Va men restoranni ham tugatib bo'lganimdan keyin endi mana bitta vafshi dahshat narsa ochaman yana bitta. Bizlarni mana qay tashrif buyuruvchilar stadionimizga keladigan muxlislarni yana ko'paytirib beradi. 100 trillion? Yo'qmi? Qanaqasiga? Shopdan qani sotib olaman? Qani sotib olaman? Nimani olding?
Oh my god. Gruppaga qo'shilish kerak. 9 Gruppaga qo'shilib olayman. Valla hozir gruppaga qo'shilib chiqib kelaman. Valla mana bu gruppaga chiqib ketdim. Valla bitta gruppadan. Endi ko'ramiz hozir valla menga qancha pul berar ekan. Gruppaga qo'shilamiz. Oy oy oy. Men hammasini bajardim. Like bosamiz. Hammasini aytishingizga. Ne bosib bo'lmayapti? Bosib tashlamasan, bosib tashlama. Mana favorite ham bosdim. Yesni ham bosaman. 9 beradi hozir menga agar bo'ladi. Gruppaga qo'shildim, notification ham yoqdim, bo'ldi. Davay endi ber. Ye, gruppaga qo'shildim-ku. Like bosdi, gruppaga qo'shilyapti. Bosib tashladim men. Chiqib kirdimdan yana bosib tashladim. Ye, men ana like bosildi. Gruppaga qo'shildim-ku. Mana 9 berdi. Yo. Bola, endi yoraman bor-ku, ketdik bola. Polisga hamma joy kuchtiramiz hozir. Bo'ldi, men keldim bo'ldi. Davay restoranimizni polisga bitkazib o'ramiz. 4x navbat. 4x lakmi bu? 4x lak beribdi bola. 8 sekundga 3 daqiqaga berar ekan bola. Davay 5 sekunddan keyin olamiz. Mana ochadigan narsalarimiz bor ekan. Omadimizni 4 martaga ko'paytirib beradi. 12 million? 20 gina berang, 41 million. 41 million ketibdi saniki. 22 million bo'ldi meniki. Gücaytirmang. Mana qancha ekan? Aysho Speedmi? Aysho Speed ham 901 qayim bor bola. Yo. Oy. 3 million men o'tib ketdim. Televizorla qo'yib tashlolmayman bola. 73 million to'dim kelyapti menimga. Stadionimga. Yo 944 restoranim pulni 3 400 million. 400 million. 400 million? 200 tengimiz deydi, tupoy 400 million bo'lib ketdi menga. Yo, короче, bola, mana shu videoni tugataman, bola. Bu albatta bu ikkinchi qismini chiqaramiz, bola. Videoga like bosib, kanalimizga obuna qo'ysanglar. Bo'ldi, bola. Ikkinchi qismda albatta bu stadion polisi qurib bo'lib, bola, hamma qana bizga stadionimizga keladigan obunachilarimiz, bolalari 400 million emas, milliardta qilib tashlaymiz, bola. Kelib ko'rishinglar hammaga xayr.